Bundan buyon Volidai sultonlik maqomining barcha vakolati menga tegishli. Sizga aytgandim-a, tinch qo'ymaydi bizni deb. O'zi biladi sulton xonim. Men murosa tarafdoriman. Ko'nmasa, kelgan joyiga qaytarib yuborish qo'limdan keladi. Hasan Podsho talabchan odam ekan. Olgan poralaringizni, Safiya sultonning xazinasiga qo'shgan oltinlaringizni, boshqa niyatda olingan hadyalarning barini birma-bir yozib qo'ygan ekan. Osonlikcha qutula olmaysiz. Nimani kutyapsiz? Hukmdorimizning yoniga yugurmaysizmi? Niyatim bu emas. Ijozat bersangiz, Misrga qaytishim hamma uchun xayrli bo'lardi. Bundan buyon ichkari hovlini sen boshqarasan.